Ratan stol stulini oynagini eksperiment qilamiz. Qadrdonlar, molotok irg'itdik, ustidan esa bankani irg'itamiz. Ko'ryapsizlar, hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan Ratan stol stullar 100 kilogacha ko'taraveradi-ku, mana ko'rib turibsizlar. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterm qishlog'idan bo'lyapti. Narxlarni yoritib beramiz. Deko fason 8 talik. Narxi 3,5 million so'm. Bu yog'i Vodiy Toshkent bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Xohlagan svetingizdan zakaz beraverasiz. Mana bunimiz esa Deko fason qadrdonlar, bunimiz 6 talik. Bunimizning narxi 2,5 million so'm. Vodiy Toshkent bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Voqaga kelishlar. Bu yerda svetlar, rasvetkalar xohlagan svetingizdan tayyorlashib berishaveradi. Mana bularimiz esa Deko Comfort deyiladi qadrdonlar. Bunga nisbatan ko'proq material, ko'proq mehnat qilinadi. Bu yoq o'sha 200 kilo, 300 kilo akalarimiz ham ko'taraveradi ekan. Bunimiz 6 talikga keladigan bo'lsak 3,5 million so'm, 8 talikga keladigan bo'lsak 4,5 million so'm. Xohlasangiz mana bunday mix svetni ham tayyorlashib berishaveradi qadrdonlar. Donasiga keladigan bo'lsak, bular Deko Comfortlar narxi 200 basi 380 ming so'mdan tayyorlashib berishaveradi. Mana bu 10 taliklarimizni ko'rib tursa, bunga ham o'sha chiroyli oynagini qo'yib beradi qadrdonlar. Narxi 4 million 300 ming so'mdan. Kachelilarimizga keladigan bo'lsak, 300 kilogacha ko'taraveradi ikkitaligi. Narxi 1 million 900 ming so'm. Bittaligiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 1 million 700 ming so'mdan. Kimga shunaqangi stol stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, juda ham chiroylisidan bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bozor va biznes kanalidan chiqdim desang, chiroyli qilib bonuslarni qilib beradi. Bu yoq o'sha cheklanmagan miqdorda yetkazib berishaveradi.